Bugun biz sizlar bilan Word dasturini o'rganamiz. Word dasturida yozishdan oldin Shift tugmachasini bosib turib, boshqa harfni bosib kattalashtiradi. Mana bu yozuvni o'zgartirish uchun 2 marta chap tugmachasini bosamiz, sichqonchani va J harfini bossak qalinlashadi, K ni bossak o'ngga yog'adi va Ch ni bossak tagiga chiziladi. Bu esa harfni betidagi sveti. Mana bu harfning rangini o'zgartiradi. Mana bu harflarning har xil tuzilishlari. Mana shunaqa bo'ladi. Harfni kattalashtirish, kichiklashtirish. Ana harfning ramkasini qo'yish uchun mana razmetka stranitsasiga kirib mana ramkani tanlaysiz va svet avto turadi. Buni qalinligini tanlash. Bu esa ramkani rasmlar bilan bezatish. Mana har xil rasmlar bor. Mana xohlagan rasmingizni qo'yib, okni bossangiz mana shunday bo'ladi. Mana bu esa yozuvni o'zgartirish. Bu esa saqlamaslik, chiqib ketish. Mana saqlashni bosib, mana shunday joyda turadi. Ism Mahmudxonov Abubakarxon. Mana saqlanit.